Zakat berish. Zakat ko'riki. Harg'in o'tgan go'zal bir kun akşamı kesik tamoqlar yeyilib bo'lgandan keyin har kim uyning bir bo'lingida aram elishga tutindi. Uyning yolg'iz qizi bo'lgan Tumarismi hujrasida kitob o'qiyotdi. Bir ozdan keyin onasi Tumarisni chaqirib, "Qizim, siz yaxshi ko'radigan bo'ljirganlik tort qildim. Keling birga yeylik." Tumaris bo'ljirganlik tortning gapini anglab bek xush bo'ldi. Tortni yeyishga aldirab yugurib mehmonxonaga. Tumaris mehmonxonadagi tamoq ustiliga kelib o'ltirdi. Lekin u yerda yolg'iz emas edi. Ustalda yana choy ichgach bir ishlarni qilayotgan dadasi bor edi. Uning dadasi qachoniki ko'zoynak taqib ustalda o'ltirsa, muhim bir ish qilayotganligidan derak beradi. "Dada, nima ish qilyapsiz?" "Bu yil qanchalik zakat beradiganligimizni hisoblayapman, qizim." Tumaris dadasining deganlarini tushunmadi. Zakat berish degan nima gapdi? U dadasining kallasini elishtirg'isi kelmadi. Shunga savol so'rash uchun ishining tugishini saqlab turdi. Bir tarafdan tortni yeb, yana bir tarafdan zakotning nimaligini o'ylayotdi. "Zakot degan ro'za hayitda hadiya qiladigan kamputlardir balkim" deganlar aqlidan kechdi. "Dadam hozir qanchalik kamput ilib tarqitishni hisoblayotgandi, yoki zakot degan qurbon hayitda tarqitadigan go'shtlarning ismi bo'lishi mumkin." "Dada, zakot berish degan kamput berish degan gapmi?" "Yo'q, qizim. Baylarning faqir miskinlarga beradigan yordamini zakot deymiz." Tumaris bunga pek hayron qoldi. "Lekin biz boy emas-ku." "Shundoq, pul melimiz bek ko'p bo'lmasmi, o'zimizning ehtiyojidan eshinib, ozroq bo'lsa-mu pul yig'alaymiz. Demak, ba'zi kishilarga nisbatan boy hisoblanamiz." "Ammo dada, nimishqa biz o'zimizning pulini boshqalarga beramiz?" Tumarisning o'yga cho'kkan holini ko'rgan dadasi yana tushuntirishga boshladi. "Suyimlik payg'ambarimiz zakot islomning ko'riki degan. Bu ko'rik boy va kambag'al kishilarni bir yerga jam qiladigan va ular orasida ishonch barpo qiladigan ko'rikdir, qizim. Zakot bergan kishi tang bahrilanishni o'rganadi. Zakot olgan kishilar boylarning mol dunyosini qizg'anmaydi." Tumaris dadasining so'zlari orqali zakotni xili tushungandek bo'ldi. U dadasiga rahmat aytdi va yotoq uyiga kirib ketib, zakot haqida o'ylanib uxlab qoldi. Tumaris bir tush ko'rdi. Tushida bir shahardan boshlanib, yana shu shaharda oxirlashadigan cho'ng bir ko'rik bor edi. Ko'rik yiroqdan qaramoqqa yurakni eslatdi. Lekin bu ko'rik boshqa ko'riklarga o'xshash toshdan, yog'ochdan yasalgan emas edi. Yo'llari qog'oz puldan, to'riklari oltindan va orqalari kumushdan bo'lgan bir ko'rik edi. Tumaris hayronlik ichida ko'rikka qarab maqdi. Ustida o'xshamagan kishilar to'pi borligini bildi. Kiyimlaridan ba'zilarining boy, ba'zilarining namrat kishilar ekanligi chiqib turadi. Kelgan boylar namratlarga yordam qilishadi. Ular rahmat aytishib, rozimanlik bilan u yerdan ayriladi. Faqat yordam olganlar emas, yordam qilganlarmi nihoyat xushal ko'rinadi. Bu ko'rikda olganlarmi, berganlarmi bek xursand edi. Ko'rikdan butun shaharga qalb shaklli sharlar tarilib o'tadi. Tumaris bu sharlarning biriga minib, o'rladi. Pastki qorg'inida ko'rikning ustida cho'ng xatlik zakot ko'riki deb yozilganligini ko'rdi. Bu ko'rikni u kecha dadasi so'zlab bergan edi. Bu payg'ambarimiz aytgan zakot ko'riki edi. Tumaris ko'rikni ko'zlayotganda minib olgan shar tuyuqsiz etilib ketib, uni bu tushdan uyg'otdi. U yugurib dadasining yoniga chiqib, tushida ko'rgan yurak shekilli zakot ko'rikini so'zlab berdi. "Dada, men siz bilan birga zakot ko'rikiga borsam bo'lamdi?" "Amaliyotda bundoq bir ko'rik yo'q, o'ma qizim. U ko'rik bizning yuraklarimizda. Lekin xohlasangiz men bilan birga zakot bergili borsangiz bo'ladi. Ko'rikni ko'rolmasangizmi, qalb sharlarini his qila olasiz." "Bundaqsiga?" "Mana bundoq" deb qizini g'idiqlashga boshladi dadasi. Qalb sharlari endi Tumaris bilan dadasining hujrasida edi.